Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men Otabek Grant. Bugungi videoda men qanday qilib Janubiy politsiyada general bo'lganini ko'rib chiqamiz va qanday do'st bilan borligini ko'ramiz. Qani ketdik. Menda qanday do'stlar bor. Menda yangi bo'lim yetakchi menyusi ochilgan. Ko'rishingiz mumkin tepada general deb turibdi, ya'ni men general. Hozir yetakchi menyusini ko'ramiz. Fraksiya huquqlari, generalda hamma narsa ochiq, polkovnikda hamma narsa ochiq, podpolkovnikda hamma narsa ochiq, mayorda hamma narsa ochiq, faqat departament chati yopiq. Kapitanda ham xuddi shunday. Leytenantdan ham shunday. Bunda yo'q, keyin kamayib ketyapti hammasi. Kichik serjantda faqat omborda foydalaniladi, ya'ni qurol olinadi. Mashinada serjantdan o'sha Ladalar ochiladi, serjant mayordan Mercedeslar ochiladi. Kichik leytenantda Mercedeslar. Kapitanda boshqa hammasi ochiq, faqat padi va vagonlar chiqmaydi. Mayorda hammasi ochiq, podpolkovnikda hamma narsa ochiq, polkovnikda hamma narsa ochiq, generalda hamma narsa ochiq. Endi asosiy serjant ularda hech narsa yopiq, hamma narsa yopiq. Chunki ularga kerak emas. Podpolkovniklarda hammasida podpolkovniklarda faqat ombor bilan mukofot yo'q. Podpolkovniklarda ham ombor bilan mukofot yo'q, generalda hamma narsa bor. Xabar bildirishnomasi, fraksiyani bildirishnomasi va Artem Morozov 9. Ombor ochib yopib olaman. Bu yerda tek bera olaman, bonus bera olaman, hayda olaman, tambah bera olaman. Nima gap deb tinch deb yozaveraylik. Shu bilan bugungi video tugadi. Hammaga xayr. Tez orada yana videolar chiqarishga harakat qilaman. Xayr hammaga.